Ertalab yozdiz, javob berolmadim boshlovchi anaga, efirga. Diyor degan kranchi bola sizga salom aytyapti. Salomat bo'lsin. Assalomu alaykum diyor. Bizda ham salomimizni yetkazib qo'ying aka. Kranchilar salomat bo'lsin. Çok sözleri çevirdi bakıyorum. Çok yanlış hata yazıyorlar. Ha şimdi. Qandaydir oilamizda vasiyat bo'lib qoldilar. Rahmat, Odil opa, siz ham xuddi shunday bo'lib qolgansiz biz uchun. Sizni ko'rsak xursand bo'lamiz. Boyaga hozir aytaman. Uyga aka-ukalar yig'ilib qoladi-ku. Opa singil hammasi bir uy bo'lib o'tiradi-ku. Mana shunday bo'lib qolamiz-da. Hozir ha! Hozir shunday yig'ildik-da bir sıra. Tushunmayaman demiş adına ablacığım. Tushunmayapman yoksa tushunmayapman demedi. Çok hata var yoksa bilerek yapıyor. Kal, Odin opa Shivada yozyapti-da. Toshkent Shivasi shunday. Toshkent seti bor-ku, Toshkentliklar Shivasi shunday. Yo'q, sizdan xafa bo'lmadi. Men deyapti, tushunmayapman deganingizni tushunmayapti. Nimaga unday xato yozyapti deyapti. Men çok yaxshiyim ya ablachim. Men yaxshiman deyapti. Opacham men yaxshiman deyapti. Juda yaxshiman deyapti. Yo, sizdan xafa bo'lgan yo'q. Tarjima qilib beraymi buni ham? Ya o'zingiz tushundingizmi? Bezim ketib qoldimi deyman. Yozmay qoldi. Ha! Türkiye'ye ketyapman, sizni tilinizni o'rganyapman. Keyin siz bilan bemalol yozishamiz. Siz bilan. Bunaqa yaxshi narsalarni tushunaman. Menga aytilgan yaxshi so'zlar tushunaman denglar.